Assalomu alaykum aziz professor, o'qituvchilar va ilmiy tadqiqotchilar. Sizlarni Ilm-ma'rifat nashriyotiga taklif etamiz. Bugungi kunda nashriyotimiz iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori va fan doktori ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiya ishlari natijalarini chop etish uchun muvofiqlashtirilgan maxsus ilmiy matbaa hisoblanadi. Ilm yuksak qadriyat. Bugungi kunga qadar 300 dan ziyod olimlar o'zlarining o'quv qo'llanmalari, monografiyalar va darsliklarini aynan Ilm-ma'rifat nashriyotida chop ettirishgan. Siz ham kitobingizni rangli, sifatli, qattiq muqovada, shuningdek zamonaviy dizayn asosida tezkor nashr ettirishni xohlaysizmi? Unda bizga murojaat qiling. Ilm-ma'rifat nashriyoti har bir asaringizni ISBN, KBK, UDK raqamlari bilan rasmiylashtirib, gov.uz portali orqali Alisher Navoiy nomidagi Milliy kutubxona bazasiga kiritib beradi. Biz ilmiy ijodiy hamkorlikka doimo tayyormiz. Ta'lim sifati va ilm taraqqiyoti yo'lidagi mehnatlaringizni biz bilan ro'yobga chiqaring.